Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mansurbek aka, tuzimisiz? Rahmat. Besa qilib qo'ymadim-ki, telefon qilsam, telefoningiz o'chik chiqardi-da, hadeb. Ha. Qayerda? Ishlaymi? Qayerda edingiz? Men ishdaman. Men bu kecha gapirdimmi sizga, telefon qilmadimmi kecha? Kim? Men Masadek aka. Yo'q. Haligi ozgina qarz masalasi bor ekan, shuni hal qilib qo'yaylik deyatuvdim. Hada erim kecha ichib olib, meni boshimga qozon bilan urdi-da. Qanaqa qarz? 480 ming deyatuvdi. Nimadan qarzmiz? Mingla katta uradi. Ha? Mingla katta uradi. Bilmayman men uni. Men shu telefondan endi oldim uni nimani, sim kartani. Hoy, yashinga hozir Melisa voz yo'q ketmasin deyapman-da. Ha, mayli bo'lsa, men nima qildim men? Bir narsa ichib ola olmaganman shu vaqtgacha kredit. Yo'q, kelib turib kecha janjal qilib uribsiz-ku kichkina bolalarni. Qaysi kichkina bolalar uraman men? Hindilik yilini bolasini. Kimi? Hindilik yilini bolasini uribsiz-ku. Yo'q, men undan anasini shug'ullanmay ishim bilan boshi yotdi, yopa. Menga ham kelim yolg'on gapirib ertalabda kechirasiz telefon qildik. Qasam telefoningiz o'chiq ekan. Xulayapti urdi. Mayli ertaga qilamiz dedi. Men ham hozir dallinam oshib, mayda janjal bo'lyapti-da aka. Ha, xo'p, kim ekan? Nima qilibdi bu yerda? Ichi bola soliq qilgan. Yaqin 1 oy bo'ldi bo'lsa shu sim kartani olganim, ichi bolani bog'langanim yo'q. Masala galon nimaga qildingiz bo'lmasa, men bil hattolarni. Men ichi bolaga qilganim yo'q. Sizlar galo qilibsiz-ku. Ha, yo'q, hech bolaga nima qilib telefon qilganman. Telefonni o'zi tushunmay endi hech qancha o'rgan ishlatganimga singil. Menga ham yolg'on gapirib kerak emasdi. Erim kecha kelib olib, rosa urdi-da, g'aroma, to'g'risi. Nima qiladim men? Nima sababdan men sizdan qarz olaman? Menga hozir ertalab qo'y, men ham ish qiynalayotib qoldim, shoshib, singil. Kelavergan kattashlar uradi bo'lmasa. Ishlaringiz hech narsa olganim ham yo'q, qarzdorim ham yo'q. Ishlaringiz ham yaxshimi o'zi, tuzimsizlar? Ha, rahmat. Men tanidingizmi? Yo'q, tanimadim. Men Gangaragoliman. Ha, xo'p, Gangaragoli o'lasiz qaytib o'tsangiz, men shu narsani narsa olmagan bo'lsam, qanday men qarz bo'lishim mumkin? Yo'q, siz qarz bo'lmagansiz, hali omad shoudan nima kukuruzdan sizlarga nima chiqqanda? Kukuruz olganim yo'q-ku. Sizni uyingizdagilar olganda. Ha, yo'q, menga undan boshimda ortmay ertalab o'zi charchab zo'rg'a yuribman hozir. Ish ko'p. Men umuman telefonlashmayman ham, hech narsa kreditga ham narsa olmaysiz, hech kerak semizga ham olmayman, padariga men narsa olmaganman shu vaqtgacha. Bir oy bo'lsin katta olganimga. Ayzaxon tuzingmi? Rahmat, tuzuk. Ha, Ayzapam aytuvdi. Mansur akamga bir telefon qilib qiling, hali 480 mingni berib yuboradi dedi. Bekargina aytdi Azzapoyaz ham bug'ib qo'ya qolaman hozir borib. Hech qanaqa men hech narsa olganim yo'q men undan narsa. Meni kechiring, adashib qopman unda. Ha, boshqa nomerga qiling bo'lmasa. Azzapoyaz ham, boshqa ham unda qarzdor qilmayman men. Pulim bo'lsa olaman, bo'lmasa umuman kredit bo'la olmayman. Bo'lmasa kukuruz olmagansiz hali dumalog'idan. Hech narsa olganim yo'q, kukuruz. Ha, bo'lmasa nima o'panda? Bo'lmasa nimaga salom aytib qo'yarsiz lalamda go'riga? Lalaxoniga? Lalamda go'riga salom aytib qo'yarsiz, svarshik bor-ku mahallangizdagi. Kim u mahallamda? Ha, svarshik kecha mosop olib, ichib olib, uyda janjal qilib, molxonasini yoqib yuboribdi-yu. Yo'q, xabarim yo'q. Siz o ishda xabaringiz yo'q, birlarni qilmagansiz siz. Yo'q, bitta svarshik bor, u ichmaydi, men har zamonda kelib ishlarimizni qiladi. U bilan birga siz yoqmadingiz-a uyda? Yo'q, qana olam, siz ertalabda sovuq xabarlar qilaverasiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Tuzimisiz, sonlar yaxshimi? Rahmat. Ha, xotinim qarab turibdi. Manisadan chiqib hammaga telefon qilyapti, nima qildim? Ha, bo'lmay aka. Yo'q. Sal nima ruhiy kasalda o'tmayapti. Gaplashamiz aka. Tanimadim amalekim kimligingni. Men aka yong'oq mahalladanman.
Xo'sh. Ha, shu kukuruzni olgan ekansiz, o'shanga bir sizdan chiqmadimi deyatuvdim-da. Yo'q, men kukuruz olmaganman, Qanday olaman kukuruz men? Olganimda telefon orqali olinam olganda ham. Men kukuruz yemasam 55 ga kirgan odam. Tavba, men senga aytdim, xotin ular olmagan dedim. Mana shu aka kukuruzni olib, meni kashrikka o'g'irlab ketgan. Ey, tavba qildim men. Men qanday olaman men manada bo'lsam men qanday kukuruz olaman men? 55 ga bitta o'zim yashayapman hozir. Qarovchilik qilyapman mana bu dashtda. Ha, dashtami deysiz? Mayli bo'lmasam Alloh ishlaringizga baraka bersin. Aka, ehtiyot bo'linglar. Rahmat kattakon. Hop. Akajon charchamang, yaxshilikda ko'rishaylik. Hop, rahmat, hop. Ibrohimjonman, Ibrohimjon. Qaysi Ibrohimjon? Hambala bo'lidan. Ha, men tanimasam, qanday sizlarga men telefon nomerim sizlar qaytaryapsiz, shunga hayronman. Men hambala bo'ling tanigan bo'lsangiz kerak, o'tgan yili haligi janjal bo'lganda bozor boshida bittasini molini bo'g'ozlab qo'yuvdim-ku. Men qanday nomerimni oldingiz? Men shu 1 oy bo'ldi bo'lgan yo'q, shu simkartani olganimga shunga aytyapman. Kukuruzdan chiqdi nomeringiz, kukuruzchidan. Kukuruzchidan nima qilaman men nomerim? Aka bo'pti, bu xotinim san maza so'rayapti. Aka bo'pti aka, uzr so'rayman aka. Hop. Xo'p aka, xo'p. Hop. Xo'p. Voy bilan.